Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, bugun sizlar bilan qayta shikastlanishni davom ettiramiz. Biz adaptatsiya jarayonlarini o'tdik sizlar bilan va bundan oldingi mavzuda gidropik distrofiya yoki hujayralar shishishini o'tdik. Bugun o'sha mavzuning davomi bo'lgan mavzu bu yog'li distrofiyalar mavzusi. Yog'li distrofiyalarga misol jigar keltirilgan. Jigar yog'li distrofiyasida asosiy yakuniy bosqich shunday bo'ladiki, triglitsidlar hujayrada yig'ilib qoladi. Asosiy sabablarni uchun alkogol ko'p iste'mol qilsa, noalkogol gepatitlar bor, gepatozlar bor va yog' kislotani oksidlashish kamayadi va semirishda ham bo'lishi mumkin. Yog'li distrofiya, qandli diabetda insulinga rezistentlik degan patologiya bor, qandli diabetga o'xshash patologiya, o'shanda ham yog'li distrofiya bo'ladi. Bizning o'zimizning mahalliy tilda jigarni yog' bosganimiz degan tushuncha ishlatiladi. Mana shu narsa yog'li distrofiya va gipoksiya bo'lgan tuberkuloz, surunkali bronxitlar bo'lgan kasallarda yoki yurak yetishmovchiligi bo'lgan surunkali yurak yetishmovchi bo'lgan kasalliklarda ham jigarda yog'li distrofiya kuzatiladi. Va bundan tashqari uzoq muddat ichib yuradigan dorilar, tetratsiklin uzoq muddat ichsa yoki gormonlar doimiy qabul qilib yurgan bemorlarda ham jigarning yog'li distrofiyasi kuzatiladi. Uglerod xlor 4 ni sariq qilingan, hozir bunda bitishga chiqadi. Uglerod xlor 4 bu hozir endi tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi, chunki ishlab chiqarishda bu freonlarda, lak bo'yoqlar tarkibida o'sha xolodilnik tarkibidagi freonlar aytayman, konditsioner o'shalarda ishlatilgan edi. Shuni gepatotoksikiligi ma'lum bo'lgandan keyin, aniq bo'lgandan keyin bu hozir ishlab chiqarishga ishlatilishdan olingan preparat. Va oqsil tanqisligida ham ochlik paytida, kaheksiyalarda bemorlarda yoki kam oziqlanish muhiti bo'lib qolgan bemorlarda, masalan, jazoni o'tash koloniyalarida bo'lgan kasallarda ham shu yog'li distrofiya kuzatiladi jigarda. Morfologik belgilar qanday bo'ladi? Makroskopik ko'rganda jigar odatdagidan kattalashgan bo'ladi, yumshagan va sariq jigar bo'ladi. Shuning uchun och jigar deyiladi. Rasm chiqadi. Kesilganda yuzasi yog'li sirg'aluvchi bo'ladi. Mikroskopik qanday bo'ladi? Hujayralarda mayda va yirik yog' vakuollar. Chap tomonda normal jigar berilgan, ko'rib turibsizlar, normal liver deb yozilgan va steatotik liver deb yozilgan. O'ng tomonda yog'li distrofiya berilgan. Men sizlar bilan kelishganimdek, sizlarga normani ko'rsataman va patologiyaga ko'rsataman. Doimiy shunga harakat qilib kelyapman. Va o'ng tomonda ko'ryapsizlar, mayda, yirik yog' vakuollar. Mana shu normal gepatotsid yog' yig'ilib katta radda mana mishga yetib berdi. Katta radda yadroni suratida shu joyga yog' triglitsid yig'ilib qoladi. Mana bunday holatda keladi. Mana. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda gidropik distrofiya belgilari ham turibdi. Swellingni, hujayra shishi. Chunki hujayra shishi va yog'li distrofiya ketma-ket bir-biriga ulanib ketadigan jarayon. Hujayra shishidan keyin agar orqaga qaytarilmasa, undan keyin yog'li distrofiya o'tib ketadi ko'pincha. Shuning uchun ham biz gidropik distrofiyani ko'rgan paytda unda yog'li distrofiyani ko'ramiz o'z navbatida. Va vakuollar yadroni chetga surgan bo'ladi. Mana yadro vakuola mana chetga surdi. Yadro mana uzoqdan ko'rinish. Mana bu normal jigar. Mikroskopik fotodan qo'rqmaymiz. O'rganishga yo'llash kerak. Mana bu normal jigar. Mana yog' hujayralar. Bular oppoq havoli bo'shliq bo'lib ko'rinishi, hech qanaqa klassik olmasligi, spirtga obrobatsiya qilish etapi bor, gistologiya material tayyorlash. O'sha paytda yog' ichidagi hujayra ichida yog' erib qoladi va hujayra bo'm-bo'sh bo'lib faqat membrana o'zi qoladi. Mana yaqindan ko'rinish. Ko'ryapsizlar, mayda va yirik yog' vakuolalari va vakuollar yadroni chetga surgan. Yadroni chetga surgan ko'ryapsizlar. Vakuollar. Mana bu yerda biz bulutli shishga o'xshagan narsani ko'rib turibmiz, swellingni. Og'ir hollarda hujayralar yoriladi va yog'li kistalar hosil bo'ladi. Mana bu narsalar yog'li kistalar hosil bo'lishi. Mana bu yerda gidropik distrofiya belgilari turibdi. Demak, mikroskopik belgisi mayda va yirik yog'li vakuollar hosil bo'lishi, o'sha
vakuollar yadroning chetga surishi va ayrim hujayralar yorilib bir-biriga qo'shilib yog'li kislorodlar hosil bo'lishi bu mikroskopik belgilar ekan. Qayta tiklanuvchi shikastlanishlar guruhiga mansub bo'lgan yog'li distrofiyani. Va chap tomonda sog'lom jigar berilgan, o'ng tomonda yog'li distrofiya uchragan jigar yoki jigarni yog' bosgan kasalni jigar bergan turibdi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, sarg'ish kattalashgan. Va qayta tiklanuvchi shikastlanishlarni yana bitta guruhi bor. Bu ultrastruktur o'zgarishlar. Ya'ni mitoxondriya, endoplazmatik tor, mikrovarsinkalarda va yadro shikastlanishi fibrilllar va granulyar elementlarning ajralishi ham ultrastruktur o'zgarishlar kiradi. Nima uchun ultrastruktur o'zgarishlar deyilgan? Bular kichik strukturadagi, hujayra ichidagi kichik strukturadagi o'zgarishlar bo'lgani uchun bularni oddiy mikroskopda ko'rib bo'lmaydi va bular elektron mikroskopda ko'riladi. Shuning uchun men mikrofotografiya bermadim, chunki elektron mikroskopiyani mikrofotografiyasi baribir tushunarsiz bo'ladi sizlarga. Oq qora bo'lib ko'rinib turadi. Men faqat aytib ko'rsatib uni kommentariy berganim bilan uni hech bir foydasi bo'lmaydi sizlarga. Va elektron mikroskopiya hamma joyda dostupniy emas. Xohlagan klinikalaringizda elektron mikroskop yo'q, uni tayyorlab bitta ko'rayotsangiz, lekin oddiy mikroskop registratsiya qilish deyarli hamma klinikada imkoni bormi? Amaliy ahamiyat nimada? Ba'zi dorilar mana tuberkuloz bo'lgan kasal uzoq muddat izan-niyaz ichib yuradi yoki avtoimmun kasalliklar bor yoki onkologik kasalliklar borlarda metotrexat uzoq yillab ichadi. Amiodaron, valproat, parasetamol, tetrasiklinlar uzoq vaqt ichishga to'g'ri kelsa, ana shu narsalar boshlanish bosqichida gepatotoksik bo'lishi mumkin. Lekin bir tomoni borki, ultrastruktur o'zgarishlar klinik jihatdan, ya'ni bir qon o'zgarishi yoki bemor o'zini qandaydir holsiz his qilish boshqa narsalar bermaydi. Sezilmaydi bu narsa. Va bu vaqtida to'xtatilsa, ta'sir qiluvchi agent qaytar jarayon. Biz hammasida qaytar jarayon haqida gapiramiz. Shu narsani to'xtatsa, qaytar jarayon. O'shani ahamiyati yana bir tomoni borki, masalan, izoniazid uzoq vaqt ichish kerak kasal yoki metotrexat uzoq vaqt qabul qilish kerak kasal va uni kuzatib turishimiz kerak biza. Ultrastruktur o'zgarishni sezib bo'lmaydi hech qanday. Qachonki biz distrofiyaga o'tgandan keyin yoki jigarda massiv nekroz bo'lgandan keyin sezib qolamiz. Shu dori yomon ta'sir qilganligini, bu 3 oy, 4 oy qabul qilib bo'lgandan keyin va orqaga qaytarish qiyin bo'ladi. Shuning uchun shunaqa preparat qabul qilishni boshlagandan 2-3 haftadan keyin ayrim holatlarda bizda emas, jigardan biopsiya olib ko'radi. Biopsiya olib ko'radida elektron mikroskopda ko'radi. Shu ultrastruktur o'zgarishlarni ko'rsa, shu dorini birdan to'xtatadi. Ya'ni hech qanaqa klinik belgilar bermasdan, hattoki distrofiya bosqichi o'tmasdan bu dorini to'xtatib qo'yadi. Uni sinab, 3 oy ishini ko'rib, jigar yetishmovchi bo'lgandan keyin admin qilish holat bo'lmaydi ularda. Va nekroz haqida gaplashamiz. Nekroz umumiy rivojlanish mexanizmlari, morfologik o'zgarishlar. Umumiy mexanizmi nekrozda oqsillar denaturatsiya bo'lishi va lizosom fermentlar bilan ularning parchalashishiga asoslangan. Membrana buzilishi bu tabiiy holatda bo'ladi. Membrana buzilishi kerak nekroz bo'lgandan keyin hujayra, ya'ni qobiq yorilib ketishi kerak nekrozdan keyin. Infarkt miokardda infarkt miokard bo'lgandan 2 soatdan keyin o'zini maxsus oqsillar chiqadi, o'sha membrana yorilishi hisobidan. 4-12 soatdan keyin biz gistonik o'zgarishlarni ko'ramiz. Oddiy yorug'lik mikroskopda ko'rganda sitoplazmatik RNK parchalanish oqsillarning denaturatsiyasi nima bo'lib ko'rinadi? Eozinofiliya bo'lib ko'rinadi. Eozin donachalari ko'payadi. Va glikogen yo'qolishi, ya'ni sitoplazma tiniq, gamogen bo'lib qoladi. Mikrofoto chiqadi sizlarga. Va membrana parchalanish hisobidan mielin tanachalar hosil bo'lishi. Parchalanish mahsulotlari fagostozga uchraydi yoki yog' kislotalariga aylanadi bu aytganda, yog'li distrofiyaga o'xshagan holat bo'lib qoladi. Elektron mikroskopda ko'rish qanday bo'ladi? Mitoxondriyalarning dilatatsiyasi, plazmatik membrana parchalanishi, DNK uzilishi, yadroning bujmayishi va bazofiliyaning kuchayishi, biza oddiy mikroskopda ko'rishimiz mumkin, elektron shart emas.
Demak, o'sha DNKda uzilishlar bazofiliyani kuchayishi sifatida shaklida bizda ko'rinadi. Va 1-2 sutkadan keyin yadro to'liq yo'qolib ketadi. Neyronlarni ko'ryapsizlar? Nekrozini strilka bilan ko'rsatilgan bazofiliya kuchaygan. Mana shu rang bazofil bo'yalish, mana shu rang kuchayadi. Demak, mana shu kletka o'lishga tayyor, nekroz bo'lishga tayyor turibdi. Mana shu kletka bazofiliya kuchaygan. Bosh miya to'qimasi. Va mana bu yerda ko'ryapsizlar, mana ochiq qizg'ish narsalar eozinofilda bo'yalgan strukturalar mana shunaqa bo'lib ko'rinadi. Mayda donachalar turibdi. Ana shu narsani ko'rsanglar, eozin qon surtmasida ham eozinofillar, o'sha qonni eozinofil hujayralar xuddi shunday rangga bo'yalib qoladi. Eozinofillar ko'payganini biz ko'ryapmiz, yuqorida bazofiliyani kuchayganini ko'ryapmiz. Nekrozning mikroskopik belgilari haqida gapiryapmiz. Bu to'qima agar ko'rib borayotgan bo'lsanglar, hammasizlardan jigar to'qimasi ekanligini bilganlar bor oralaringizda. Jigar to'qimasi bu. Bazofiliya kuchayib ketadi markaziy qismda va nekroz ketyapti. Glikogen yo'qolishi mana bu rang bilan, mana bu rangni e'tibor qilinglar. Glikogen borligi tufayli mana shu rang berib turibdi. Shu rang yo'qoldi. Ochiq qizg'ish bo'lib qoldi. Ya'ni glikogen yo'qoldi. Mana glikogenning yo'qolishi va eozinofiliyani kuchayishi nekrozning mikroskopik belgilari hisoblanadi. To'qima nekrozning qanday ko'rinishlari mavjud? Sizlar bu narsani o'tgansizlar va umumiy men ham yana bir takrorlayman. Koagulyatsion nekroz mavjud, birinchi turi. Bu to'qima strukturasi bir necha kun saqlanadi shu yerda bo'lgan to'qima. Va keyinchalik oqsil denaturatsiyasi va fermentlar inaktivatsiyasi natijasida proteoliz sekinlashadi. Fermentlar yaxshi ishlamaydigan joyda turibdi o'sha narsa. Bosh miyadan tashqari barcha organlarda koagulyatsion nekroz kuzatilishi mumkin. Ko'ryapsizlar? Bu yerda buyrak berilgan. Oqsillar koagulyatsiya uchrab qolgan joyini ko'rsatyapti. Koagulyatsiya nekroz. Va xuddi shu narsani mikroskopik fotografiyasi. Chap tomonda turibdi mana bu yerda. Sog'lom buyrak, o'tgan safar biz kanalchadan o'tganini tushuntirdik sizlarga. Glomerular apparat. Videolarni albatta ko'ringlar, avvalgi videolarni. Bu tomonda nekroz bo'lgan. Mana bazofiliya yo'qoldi. Eozinofil donachalar qon quyilish bo'lgan bu yerda ertasizlar. Qon g'ash bo'lib turibdi. Mana shu joyda. Koagulyatsion nekrozning misoli. Kollikvatsion nekroz qachon bo'ladi? Tez parchalansa, suyuq yopishqoq massa, xuddi gelivay massaga aylanib qoladi. O'lgan to'qima. Ana shu narsa kollikvatsion nekroz deydi. Bu bosh miyada kuzatiladi. Mana insultdan keyin kollikvatsion nekroz bo'lib, o'tgan safar biz kadasil degan sindromda ham shu miyadagi mayda mikroinsultlarni nekrozini ko'rsatdi. O'shanda ham mayda porachalar, g'avakchalar bo'lib qolgan. O'sha kollikvatsion nekroz natijasida o'sha yerdagi. Mana insultdan keyin. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Bu ham miya to'qimasi. Glikogen yo'qolgan. Mana bu yerda sog'lom to'qima, mana bu yerda nekroz bo'lgan to'qima. Miyada kollikvatsion nekroz sababi ayrim paytda boshqa joyda ham kollikvatsion nekroz kuzatilishi mumkin. Bakteriya zamburug'li infeksiyalarda shu narsa kollikvatsion nekroz kuzatilishi mumkin. Ikkinchi turi bu gangrenoz nekroz. Mana gangrenoz appenditsit degan terminlar eshitgansizlar yoki gangrenoz xalsis yoki gangrena bo'libdi deb eshitgansizlar. Bu ham aslida koagulyatsion nekroz turi, lekin havo bilan kontakt bo'lgani uchun temir sulfit ta'sirida o'sha qora rangga kiradi nekroz bo'lgan to'qima. Mana bu chuvalchang o'simada ichida havo bo'lar ekan. Havo bilan kontakt bo'lgani uchun gangren nekroz bo'ldi va oyoqda ham tashqarida bu havo bilan kontaktda bo'ladi. Va infeksiya qo'shilsa bu narsaga keyinchalik ho'l gangrena o'tadi, ya'ni kollikvatsion shakliga o'tib ketadi. Ya'ni kazioz nekroz bor, o'ziga xos turi kazioz nekroz. Ko'pincha tuberkulozda bo'ladi, lekin boshqa patologiyalar ham bor. Sifilis, gistoplazmoz, natashar ko'kochi, mushuk tirnash kasalligi degan kasalliklar bor.
krona kasalligida ham kuzatilishi mumkin. Va makroskopik kaziyoz degani tvorog. Makroskop ochganlarda shu to'qimani ichi tvorogga aylanib qolgan bular. Tashqi ko'rinishi hatto mana ko'ryapsizlar. Limfatugindan olgan, xuddi ichidan tvorog chiqqandek bo'lib turibdi. Ana shu kaziyoz nekroz. Va atrofi granuloma bilan o'ralgan mikroskopik foto. Mana bu ko'rib turibsizlar, yadro yo'qolgan, boyagidek bazofiliya kuchaygan degan narsani bilgan, glikogen yo'qolganligini ko'rib turibsizlar va mana bu narsa granuloma. Atrofi granuloma o'ralgan nekroz atrof. Epitelioid hujayralar bularga yana batafsil to'xtalamiz hali. Keyingi turi yog'li nekroz yoki steatonekroz. Travmatik va enzimatik bo'lishi mumkin. O'tkir pankreatitda biz ko'ramiz yog'li nekroz. O'tkir pankreat bilan bo'lgan kasal, qorinda kuchli og'riq, pankreat degan qo'yilgan, qorin bo'shashini ochsa, ichak ustini yopib turgan charmi mana shunday oq dog'lar ko'rinadi. Qattiq. Ana shu narsa yog'li nekrozning klassik belgisi. Bular lipaza ta'sir natijasida bo'ladi. O'sha parchalangan yog' kislotalarga kalsiy cho'kadi va oqimda rang berib qoladi. Mikroskopda bazofil kiritmalar, yallig'lanish hujayralar topish mumkin. Chap qo'lda sog'lom nima berilgan turibdi, yog' to'qimasi, o'ng qo'lda nekrozga uchragan yog'li nekroz. Membranalari parchalab ketgan. Va travmadan keyingi yog'li nekroz, ko'kragida travma bo'lgan va yog'li nekroz uchragan. Keyingi turi bu fibrinoid nekroz. Autoimmun kasalliklarda bo'ladi. Immun tizim patologiyasini o'tdimman, lekin autoimmun kasallikka to'xtalish imkoniyati bo'lmadi. Chunki ularga to'xtalsam, immun tizimning o'zi 15 tacha video bo'lib ketadi. Shuni qisqa to'xtaldimman, harakat qilaman. Keyingi yillarga ularni yana qo'shib borishga videolar ustiga. Va autoimmun kasalliklar gapirildimi, u yerda fibrinoid nekroz bo'ladi. Qaysi kasallik autoimmun kasalliklar kirsa, bilinglar, o'sha yerda yallig'lanishdan keyin fibrinoid nekroz bo'ladi. Va bizga misol keltirilgan vaskulit. Autoimmun vaskulit qon tomirlari autoimmun yallig'lanishi, mana shu joydan ozgina parcha olib tekshirib ko'rsa agar, mana shuna mikroskopik kartina chiqadi. Mana shuna qizillarni ko'rdingizlarmi? Demak, qon tomir ertasi uchinchi ko'rinadi. Mana qon tomir devori. Fibrinoid nekroz och qizg'ish fibrin shunday ko'rinadi. Och qizg'ish rangda mana shunday bo'lib qoladi. Hujayralar yadrolar yo'qolgan. Ana shu narsa fibrinoid nekroz. Yana ham rasm chiqadi hali bizda. Va umumiy tarzda ko'rsatildi. Mana bu ko'rganlar, mana fibrinoid nekroz, mana och qizg'ish qon tomiri. Ichida qizil borligidan bilasizlar. Eritrosit demak qon tomiri, mana qon tomir devori nekrozga uchragan. Yadro yo'q bu yerda hech qanaqa. Ana shu narsa fibrinoid nekroz autoimmun kasalliklarda kuzatiladi. Va mana bu yerda umumiy rasm berilgan. O'sha rasmga qarab qanchalik o'zlashtirsizlar shu mavzuni. Nekroz turlarini qanchalik bilasizlar, shunga qarasizlar, nomerlar qo'yilgan. Qaysi nomer qanaqa nekrozdan o'zlaringiz taxminan aytib ko'ringlar. Agar hammasini aytib olsanglar, demak mavzu haqida sizda tushuncha bor. Mavzuga hammasini ayta olmasanglar, yana qaytib shu 6 ta turini nekrozda o'qiysizlar. Va biz shikastlash omillar hujayratasi o'tkazish asosiy yo'llarini keyingi mavzuda tushuntiramiz yoki buni tashlab o'tib ketishimiz mumkin, chunki katta mavzu va faqat nazariy asosda gapiriladigan mavzu. Faqat matn bilan gapiriladi. Bu yerda mikroskopik foto berishga imkoni yo'q, chunki elektron mikroskopda aniqlangan strukturalar. Shu bilan sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.